Sirlarni o'rgatmasdan oldin kanalga like va obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Mana shunaqa kontentlarni zo'rlarini chiqaraman. Bu Counter Strike o'yinini hamma yoshligida o'ynagan. Hozir ham o'ynasangizlar kerak. Lekin sizlarga bu kartaning sirlarini o'rgataman hozir. Mana bu yerga qumga o'tirsangizlar bo'ladi. Juda ham yaxshi joy. Mana bu yerda ham bor qutini orqaga tutasizlar. Do'stlaringiz sezmaydi. Uni bozasi bo'lsa, mana shu yerda o'tib o'tirsangizlar bo'ladi. Mana bu yerga chiqsa ham bo'ladi. Sakrashib o'tirish. Sakrashib o'tirish. Mana. Juda ham oson do'stlar. Mana qutini ustiga ham chiqsa bo'ladi. Sakrashib o'tirishni bosib. Mana 2000 years later. Chiqsa bo'ladi bu ustiga. Mana ustiga chiqsa bo'ladi mana. Bagani yopib o'xshaydi. Chiqish juda ham oson bu yo'llarga. Sakrashib o'tirishni bosib chiqasizlar, faqat sakrashib o'tirish. Hali juda ham ko'p sirlar bor. Like bosib qo'yinglar do'stlar, kanalimga obuna bo'lib. Mana bu yerda o'tirsanglar bo'ladi. Ko'pincha bu yerda botlar o'tiradi. Mana joningiz juda ham oz qolgan bo'lsa, mana shu yerga qumib bosishingiz mumkin. Piyodasini hech kim topolmaydi. Mana qutini ustiga chiqsa bo'ladi. Mana. Mana bu yerga chiqsa ham bo'ladi mana. Juda ham zo'r joylar. Mana bu yerga ham chiqsa bo'ladi. Mana sakrashib o'tirishni bosib mana. Juda ham yaxshi joy do'stlar. Mana bu qutini ustiga chiqsa ham bo'ladi. Juda ham oson bu. Sakrashib o'tirish mana. Juda ham oson do'stlar. Mana qutini ustiga chiqsa bo'ladi. Do'stlaringiz oyunda kelgan bo'lsa, mana shu yerdan olsangiz bo'ladi. To'g'ri kelasidan tegadi headshot. Ve mana yana bitta sir. Sizlarni u yoqda o'tiribdi deb o'ylaydi, lekin siz bu yoqdan otishingiz mumkin. Va oxirgi so'nggi siri. Mana sakrashib o'tirishni bosib mana bu yerga chiqasizlar. Mana do'stlar. Bu yerda ham kill qilsa bo'ladi. Do'stlar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Kontent yoqdi degan umiddaman. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, shunaqa videolarni ko'pini ko'rasizlar. Videoni ko'rganingiz uchun sizlarga katta rahmat. Sizlar bilan JKSO bo'ldi. Bu videoning ikkinchi qismi chiqishini xohlasanglar, videoga like bosib qo'yishingizni iltimos qilaman. Unda men ketdim.